Akov, sizmisiz? Assalomu alaykum. Xo'sh, bizga bir chiroyli joydan qabr kerak. Eng yaqin boy akamiz olamdan o'tdilar. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Boy akamni tanirsiz? Uchqur laqabi bilan tanilgan. Eshitgandirsiz? Ha, taniyman. Judayam uchqur odam edilar. Endi zavod nima qilamiz? Katta ketdi. Tortib olishni ayni vaqti. Aka, bizga tezroq joyi ko'rsating, vaqt yo'q. Ana u qabrni ko'ryapsizlarmi? Temir tepa degan odamni qabri. Banklar, katta zavodlarning egasi edi. Yonidagisida esa Sultonboy. Yuragida faqat boylik yashardi. Endi uchqur ham ana shularning qatoriga qo'shildi. Sizlar ham boylar qatorida ekansizlar-ku, to'g'rimi? Mashina, uy-joy, o'zlaringga yarasha nomlaring ham bor ekan. Balki odamlar egilibroq salom berishar, lekin bu yerga kelganda hammasi jim bo'ladi. Sizlarga ham joy kerak bo'ladi. Chiroyliligini farqi yo'q. Faqat yer qabul qilsa bo'ldi.